Mana, futbol tarixidagi eng shafqatsiz 5 ta himoyachi. Va ehtiyot bo'ling. Birinchi raqam haqiqiy urush mashinasi. 5-raqam Felipe Melo, Braziliya futbolining pitbulli. Hech kimdan qo'rqmaydigan o'yinchi. G'azabli chiqishlari, shafqatsiz to'qnashuvlari va unutilmas qizil kartochkalari bilan Melo har o'yinni jang maydoniga aylantirgan. U jahli chiqqanda hech kim unga duch kelishni istamaydi. 4-raqam Antonio Rudiger, Real Madridning gladiatori. Uning kuchi va shiddati har qanday hujumchini qaltiroqqa soladi. Raqiblarini ataylab jarohatlaganlikda ayblangan Rudiger maydonda qo'rqinchli shaxsga aylangan. 3-raqam Virgil van Dijk, Liverpool devori. Tashqi ko'rinishda xotirjam, kurashda esa shafqatsiz. Uning Evertonga qarshi dahshatli to'qnashuvi bugungi kungacha muxlislar xotirasida ogohlantirish bo'lib qolmoqda. Van Dijk bilan hech qachon olishma. 2-raqam Sergio Ramos, ham qo'rqilgan, ham hurmat qilingan afsona. Taktik xatolar ustasi, kartalar qiroli, zo'ravonlikni san'atga aylantirdi. Ramos nafislik va tartibsizlikning mukammal uyg'unligi. Va 1-raqam kim? Mana bir maslahat. Bu o'yinchi ajoyib rekordga ega. Faoliyati davomida 89 dan ortiq qizil kartochka olgan. Kimligini bilasizmi? Izohlarda yozing.